Assalomu alaykum, xormanglar. O'rtoqlar, ko'ryapsizlarmi? Ikkita katta gigant zamiyani. Mana shu ikkita katta gigant zamiyani mana bu katta tuyaga 2 kiloni bitta qilib ek beringlar deyaptilar. Egalari so'radi, iltimos qilib, xudo xolasa ek beraman. Orada sizlarga ma'lumot berib ketishga harakat qilaman. No, ulgurgancha uni tezroq ek berishim kerak, chiqarib olishimiz kerak. Xo'p, biz uning uchun o'zimizga kerak bo'lgan yer oldik. Mana o'zimiz tayyorlagan tarifnoy ichida rosa vitamin ozuqalari bilan va bunga yetmaganida asmakot qo'shyapmiz. Asmakot bilasizlar nimaligini? Biladiganlar kommentga yozinglar, bilmaydiganlar o'rganib olinglar kommentdan o'qib. Biz boshladik ishni. Xo'p, o'rtoqlar, xo'p ko'rdik. Bittasini o'zi egallab qo'yapti. Mana asosi va shu ezilib qoladi, sig'maydi. Xo'p, mag'lamiz, boshqa to'y qidiramiz, ketdim. Katta to'y topolmadim. Hech kimni yo'q. Hozir shuni qo'yamiz-da. Aha. Mana bo'lib chiqamiz. Yaxshilari yo'q. Amallaymiz endi. O'rtoqlar, bilmaganlar uchun ko'rsataman. Mana mashi sog'lom, but-butun zo'r ildiz deyiladi, hisoblanadi. Xudo xolasa hozir mashina endi ilojini qilib bo'lib, chiroyli qilib kilo mashinaga tiqamiz, xudo xolasa. Ko'rib oldinglarmi qanaqa ildiz bo'lishini? Mana but-butun ildiz. Bo'ldik. Buni ugul qolmagan. Buni bo'ldik mana. Endi ekishdan oldin sizlarga maslahatim, mana shu tegidagi ildizlarni uch-uchlardan ozgina kesib tashlanglar. Sababi yangi ildiz chiqarishga kuch beradi. Yeri asosan yaxshini tanlaylar. Yeridan hech qachon pul ayamanglar turpog'idan. Ana o'shanda gul mazza qilib o'sadi. Mana o'zining ham yeri to'rishli yumshoq yer, mana aspakotlari bor ekan ichida. Xonadagi bardakka ahamiyat bermaysizlar, iltimos. Uzr so'rayman uning uchun. Bizda nima deydi? Chiroyli qilib ko'rsataman deydigan joylar borini ko'rsatamiz. Qozonda bor cho'mizga chiqadi. Paddeshga qilib turasizlar endi. Mana bu sepotgan narsamiz nima? Bilmaganlar uchun aytaman, bu drevesniy ugl chirishini, kasallarni oldini oladi. Обязательно sepib, iloji bo'lsa, soppa sog'lom bo'lsa ham ziyon qilmaydi sepib qo'ysanglar. Xullas, gul tayyor. Ikkita gigantni bitta qilib qo'ydik, boshqacha, lekin ashi chiroyli bo'ldi lekin. Bitta ahamiyat beringlar. Juda ham chiroyli bo'ldi. Xullas, nima demoqchiman? Video foydali bo'lgan bo'lsa, like, comment esdan chiqmasin. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying, kerak bo'lib qoladi. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Xizmatli bo'lsa, aytaverasizlar. Omon bo'linglar.